Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy yo'lga qo'ygan davlat bexatarlik qonuni sababidan xizmatchilarning bexatarligidan ansiraydiganligini, shunga Hong Kong ishxonasining yil oxirigacha taqildiganligini e'lon qildi. Xalqaro kechirim tashkiloti bayonotida oy oxirigacha rayonlik ishxonasini taqaydiganligini, markaziy ishxonaning yil oxiridan burun taqildiganligini aytdi. Bu qaror bilan bu tashkilotning Hong Kongdagi 40 yillik mavjudligi oxirlashadi. Shimoliy Koreya markaziy agentligining xabar qilishicha, Xitoy prezidenti Shi Jinping Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un bilan o'rtaq tirishish orqali strategik aloqani kuchaytirib, do'stlik va hamkorlikni cho'nqurlashtirish uchun ikki davlat munosabatini muqim yangi pillaga ko'tarishni xohlaydiganligini bildirgan. Egilanishicha, Shi Jinping bu so'zni Koreya urushining 70 yillik munosabati bilan qilgan. Ayni vaqtda Xitoy Shimoliy Koreyaning Amerika, Koreya va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qismlariga qarshi urushga qatnashgan. Shavkat Mirziyoyevning To'nog'in O'zbekistonda o'tkazilgan prezident saylovida qayta saylanganligi e'lon qilindi. Mirziyoyevning 80.1% biletga erishganligi bildirildi. Yeşil O'rta Sharq tashabbusi yig'iniga soyibxonlik qilgan Saudiya Arabiston vali ahdi shahzoda Muhammad bin Salman bu rayondagi bo'ron chopqinlarni oldin ogohlantirish uchun bir markazning qurilganligini e'lon qildi. Shuning bilan birga Yeşil O'rta Sharq tashabbusiga 10 milliard 400 million dollar xomchot ajratilganligi, xomchotning 15%ni Saudiya Arabiston o'z ichiga oladiganligini ta'kidladi. Hindiston bosh shtab boshlig'i Bipin Rawat Xitoyning dunyoviy cho'ng davlatga aylanish orzusi Janubiy Osiyoning muqimligiga xatar elib keldi dedi. Xitoyning o'z manfaatiga masalda bu rayonga solgan zo'r mablag'iga shohid bo'lganligini bayon qilgan Rawat, Xitoyning bu rayonda strategik o'ringa erishish uchun Bengal va Birmaga harbiy yordam berganligini va Nepal, Sri Lanka va Maldivaga zo'r mablag' solganligini bayon qildi. Qozog'iston bilan Turkmaniston quruqlik va dengiz chegarasini qonunliq tizimlashni tamomlash to'g'risida kelishim imzoladi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev 2 kunlik rasmiy ziyoratning bir qismi sifatida poytaxt Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Berdimuhammedov Muhammadov bilan ko'rishdi. Amerika yumshoq detal shirkati Microsoft blogining bayonotida Rossiyaga bog'langan hakkerlarning yer shari ta'minlash zanjirida mulozimat bilan ta'minlaydigan asosliq texnika shirkatlariga qarata yangi tor hujumi qilganligi e'lon qilindi. Hozirga qadar taxminan 140 texnika shirkatining nishon qilinganligi va ularning 14 ning mudofaa tomlarining buzilganligi to'g'risidagi uchurlarni ham baharlagan bayonotida o'zlarining bu hujumlarga qarata Amerika va Yevropadagi hukumat organlari bilan hamkorlashib harakat qilayotganligi ta'kidlandi.